Keyingisi Buxoro, shunaqami? Aha, juda ham tezlik bilan biz g'oliblarni aniqlayapmiz. Uzoq kutmasligingiz uchun. Juda ham hayajonli kun o'zi bugun. Va Buxoro viloyatidan ham g'oliblarni birin-ketin aniqlab olamiz. Buxorodan kim g'olib bo'lar ekan? Buxoroda jami nechta ishtirokchi bor? Buxoroda nechta kupon yig'ilgan? Endi bitta kuponni bitta inson 100 ta kupon olgan bo'lishi mumkin. Nechta? 2200. Bu ham juda ham zo'r ko'rsatkichlardan biri. 2200 ga yaqin Buxoroda kupon yig'ilgan va hozir kuponlar orasidan bittasini tanlab olamiz va mana shu kupon egasi bugunning o'zida Damas Labo egasiga aylanadi. Juda ham hayajonli kun. Kim bo'lishi mumkin? Ko'plab savdo nuqtalari aynan mana shu mahsulotlarni xarid qilgan, kuponlarni yig'ib borgan, ulardan bittasini hozir aniqlaymiz. Demak, lototronni yaxshilab aylantirib olaman. Qo'limga tushgan raqam esa sizning omadingiz bo'lishi mumkin. Xo'p, omadli ishtirokchi, sizning kuponingiz necha bilan boshlangan ekan? 5. 5 raqam bilan boshlangan. Xo'p, Buxoro viloyatida 5 bilan boshlangan kuponlar nechta ekanligini hozir men sizga aytaman. Ozgina kuting. Demak, g'oliblar, yuqoridagi g'oliblarni yana bir marta tabriklaymiz. Bizni kutayotganlar nechta? 215 ta. 215 ta ishtirokchidan yana g'oliblarni aniqlab olishimiz kerak. Buni qayta joylayman va yana yaxshilab aylantiraman g'olibni aniqlash uchun. Yana bir marta raqam tanlaymiz. Yangi yil uchun ajoyib sovg'a bo'lishi aniq. Damas Labo avtomobili. Yangi yilda mana birdaniga nishonlaysiz. Ham Damasni nishonlaysiz, yangi Damas yutib olganingizni, ham yangi yilni nishonlaysiz. Yangi yil arafasida mana shunday sovg'alar bo'lib turishi biram yoqimlida. Demak, ikkinchi xonamizda 8 raqami. 5-8 bilan boshlangan kuponlar, demak, Buxoro viloyatida nechta ekan? Buxoro viloyati juda ham faol viloyatlardan biri. 228? 28. Hayron bo'lganim endi. 28, demak 28 ta ishtirokchidan hozir bittasi Damas egasiga aylanadi. Juda ham o'zim mazza qilyapman. Har bir Damas yetgan ishtirokchi uchun o'zim chin ko'ngildan xursand bo'lyapman. Yana bir marta raqam tanlaymiz. Aylantiramiz. Meni qo'limda hozir yana bitta shar bor va uning ichida qanaqa raqam bor? Birgalikda bilib olamiz. 9 raqami. 5, 8, 9 raqam bilan boshlangan kuponlar nechta? Menimcha juda ham kam qoldi. Juda ham kam qoldi. Ya'ni g'oliblikka borgan sari qisqa yo'l qoldi degani bu. 5 ta, atigi 5 ta. 5, 8, 9 bilan boshlangan kuponlar 5 ta va 5 taning ichidan bittasini aniqlab olamiz. Endi raqamlar to'g'ri kelsa, menimcha keyingi lototron aylanganimizda birdaniga g'olib aniq bo'ladi. Lototronni yana bir marta yaxshilab aylantiramiz. Xo'sh, qaysi raqam bu safar meni qo'limga tusharkin va qaysidir ishtirokchini bugun xursand qilarkin? Xo'p, bizda raqam yana 9 ekan. 5, 8, 9, 9 bilan boshlangan kupon yo'q. Shuning uchun biz yana bir marta lototronni aylantirishimiz kerak. O'zi kuponlarni yig'gan ishtirokchilarning hammasi omadli, chunki bunday mahsulotlarni xarid qilgan ishtirokchi o'zi omadli bo'ladi. Yangi yil oldi zo'r sovg'a bo'lishi sizga aniq. Menga ham shunaqa sovg'a bo'lsa qani edi derdim-ku, mayli. Demak, 3 raqami 5, 8, 9, 3 raqam bilan boshlangan. G'olib bormikin? Va bizda g'olib bor. Tabriklaymiz. 5, 8, 9, 3 raqam bilan boshlangan kupon egasini tabriklaymiz. Siz bugun Damas Labo egasiga aylandingiz. Hozir o'zingiz ham ura deyotgan bo'lishingiz aniq va butun jamoamiz nomidan sizni tabriklaymiz. Qolaversa, menimcha sizni ko'rib turganlar, bizni ko'rib turganlar allaqachon sizni tabriklab ichlardan tabriklashyapti. Buni sizga yetkazib qo'yishim kerak. Demak, yana bir g'olibni aniqladik. Buxoro viloyatidan ham g'olib aniq. Tabriklaymiz. Ura!